Buxoro viloyati Vobkent tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan jinoyatchilikni jilovlash hamda qonun buzilish holatlarini barvaqt oldini olish borasida tizimli ishlar davom ettirilmoqda. Xususan, joriy yilning 8-may kuni Vobkent tumanida Qoradori 2026 keng qamrovli tezkor profilaktik tadbiri o'tkazildi. Tadbir doirasida hududiy profilaktika inspektori tomonidan maxsus uchuvchisiz uchish apparati, ya'ni dron qurilmasi yordamida olib borilgan havo kuzatuvlari natijasida tumanning Xayrobod mahallasida yashovchi fuqaroning yashash xonadoni uchar apparat dron orqali tekshirilganda tomorqa yerida taqiqlangan kannabis o'simligi ekib kelayotganligi aniqlandi. Qo'ylosimdagi profilaktika inspektorlarini shu xonadonga kirib tekshirishni topshirig'ini berildi, o'zim dron orqali kuzatib o'tdim. Tomorqa yerida 33 tub kannabis o'simligi noqonuniy ekib yurganligi aniqlandi. Shundan so'ng ushbu holatdan so'ng biz yana fuqaroning uyi ko'zdan kechirilganda omborxonasidan hamda tom cheridagidan umumiy vazni 520 kg, ya'ni yarim kilogrammdan ortiq marixuana giyohvandlik moddasini noqonuniy saqlab yurayotganligi aniqlandi va ushbu holat to'liq rasmiylashtirib tezkor tergov guruhiga topshirildi. Hozirda ushbu holat yuzasidan gumonlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, agarda siz ham shubhali shaxslar, ularning nojo'ya xatti-harakatlari yoki shubhali faoliyat haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, Stop Narko Bot Telegram botiga yoxud ekranda ko'rsatilgan Call markaz ishonch telefon raqamlariga xabar berishingizni so'rab qolamiz.